Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xohlasa yana bir finskiy saunamizni bitirdik. Xudo xohlasa mana bitta. Bu yerga 8 kilovatli elektriskiy ten o'rnaydi. Pechka. Gimalayskiy tuzlardan terdi. Hech qaysi turadi, xudo xohlasa yod bo'ladi. Yog'lagan tuz. Daraxt chiroq, termodapchi. Bu yerga o'tadigan sidena qilib berdi. Klientimiz o'zlari shunaqa qilib bering dedilar. Paketajli sidena bo'ldi. Chunki bu yer ozgina avanli bo'lgani uchun shunaqa qilib berdi. Mana jeveniklardan terdi, hech qaysi bilan qo'lachalar. Bu yerga suvdan terib berganmiz. Qiziganni tevasiga suvdan ozgina quysa hech qazaydi. Taga mazakasi qoldi, xudo xohlasa shuni terib pechkasini o'rnatsa bitta, xudo xohlasa.